Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Ustoz Jasur, Fatul mikrofon klass jamoasi. Akalar, Namangan viloyati G'arzikdagi chiroyli ishimizni bitkizish jarayonlaridamiz. Akalar, e'tibor berib qo'yamiz. Ko'cha tomonga yaxshilab e'tibor beramiz. Ichkari tomon ham xuddi shunaqa shapka chiqarilgan. Ichkari tomon chiroylimi sizlar uchun yo ko'cha tomon chiroylimi? Kommentda belgilab ketamiz akalar. Ichkari tomoniga yuramiz. Mana ko'rib turganlaringdek, bu ichkari tomoni. O'shanda kommentda yozib ketamiz, ichkari tomon chiroyli chiqqanmi yo tashqari tomon chiroyli chiqqanmi. Va bu tekis kazirogini ham xuddi shunaqa qilib, peshana bakavinkalarini mokri, orqa bakavinkalarini ham mokri, o'rtalarini oq, mokri aralashtirib chiroyli qilib bitkizib berdik obyektimizni. Ishlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Sog' va salomat bo'linglar.